Do'stlar, bu juda ham qiziqarli videorolik bo'lishi mumkin. Qo'limdagi ash turgan achchiq tosh, ya'ni kvas shini degan mahsulotlarga hozir sahrni tushirishga va turli xil teri kasalliklari va temir atkini mutlaqo davolab yuborishga dori tayyorlashni o'rgataman. Ishonavering, oxirigacha kuzating. Bu qozonda turgan mahsulot achchiq tosh hisoblanadi. Qarang do'stlar. Quruq qozonga soldim va ahamiyat bering. Tagidan olov yongan turibdi. Qozonning ichiga suv qo'shilmagan, faqat achchiq toshning o'zi qizdiryapman. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana erishni boshladi. Ko'ryapsizlarmi? Suvday bo'lib qoldi. O'zi suv qo'shilmagan birodarlar buni ichiga. Ozroq vaqtdan so'nggi video bu. Mana ahamiyat beryapsizlarmi? Qaynayapti. Endi bitta narsaga ahamiyat beringlar, qaranglar mana. Qozonga ham qaraytirib tashlash mumkin, chunki любой narsasida mana kristallardan olganda o'ziga yarasha qurum chiqishi mumkin, qochmalar chiqishi mumkin. Mana bunday qilib tozalab olasizlar, ko'pirtirib olib, ko'ryapsizmi? Ambunaqa kerak emas joylari bor. Ana shuni olib tashlanadi. Bular musirda, uni qo'pol qilib aytganda. Ana shu qaynayotgan kristalimiz, ya'ni achchiq toshimiz birodarlar, ko'k rangga kirguncha aralashtirib turaverasiz. Mana birodarlar, tayyor bo'ldi. Qorong'iga video qilganim uchun ko'kimtir rangi bilinmayapti. Buni soyazroq idishga solasiz va bir kundan so'ng yana tosh holatda keladi. Ko'kimtir rangga bo'lib qotib qoladi. Sahri bor insonlar esa 1 yoki 2 no'hat kattaligicha olib 100-200 gram kefirga maydalab solib 2-3 marta iste'mol qilsa sahrni tushiradi. 3-4 kungacha mumkin. Teri kasalligingizga esa kukun holatiga keltirasiz va salgina namlantirib, temir atkiga, psoriaz, ekzemalar, xullas teri toshmalariga ishqalab surtasiz, ularni ham mutlaqo bartaraf qiladi. Juda ham yaxshi mahsulot. Faqatgina to'g'ri tayyorlab, to'g'ri foydalana olsangiz bas. Xullas sog' salomat bo'ling, ishlaringizga omad, charchamang barchangiz.